Alp Motors'dan yana yangiligimiz tritsiklimiz chiqdi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Alp Motors ofisial showroomidan yangiliklarimiz juda ko'p akalar. Bemalol murojaat qilib, mana 150 kubli mototsiklarimizdan ham keldi. Yangi o'rganuvchilar uchun juda ajoyib model bu ham. Skuterlarimiz ham turlari juda ko'p, katta, kichik, 4 ta, 5 ta, 6 ta akkumulyatorlilari bor. Benzin motorlarimiz 900 kilodan 4 tonnagacha bor. Hamma modellardan. Endi mana tritsiklimizga qaytsak, aka, juda ajoyib ishlangan. Ichki ko'rinishlari, sifrovoy monitor, katta planshet qo'yilgan. Orqa ko'rinishlarini ko'rsatamiz. 3 kishi bemalol harakatlansa bo'ladi. Orqa ko'rinishlari. Bagaj qismi ham juda katta, selli bitta butun eshik ochiladi mana shu ko'rinishda va sidenyalar yotqizib bagajnik o'rnida foydalansa bo'ladi. Damas'ning qotilida ancha-muncha yuklar sig'ib ketadi buning ichiga. Akalar, salon ko'rinishlari mana shunday. Qo'shimcha tepada svetlari, ventilyatsiyalar, mana shobadan urishini qaraydi. Va shu chotki. Zadniy kameralargacha bor. Orqa devorni ko'rsatib turibdi. Xullas bemalol qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz mumkin. 2 tonnali mo'raviylarimiz, 1 tonnali, 2 tonnali, 3,5, 4 tonnali chorva modelimiz bor. Mana 4 tonnali mashina motor, injektor. 2 tonnali mana samosvalimiz, rangi ham juda chiroyli chiqdi. Polo kabina, zavodskoy polo kabina. Bu ham 2 tonnali, 200 kubli bo'ladi. Kimga qanaqangi mahsulot kerak bo'lsa, bemalol Alp Motorsga murojaat qilinglar. Zavoddan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beramiz. 12 ta viloyatga kelishilgan holda chiqarib beramiz. Bayklarimiz ham bor mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar.